Hürmetli dostlar, bugün sizlerge gelip kelgenim bolsa şokoladlıq yulduz prənik. Bu prənikimizga kerakli materiallardan seyriq may, tanfin, tuxum sirqi, bütün tuxum, neşanfin, tuz, kakafin, aq un, kraxmal. Aldı bilan seyriq may bilan tanfinni köptirish mashinamizning qozoniga ishkini bir qilib jingib olamiz. Ondan keyin ayrim bir qachaga tuxum seyriqidan 4 dal, bütün tuxumdan 2 dal. Buni ayrim bir qachaga jingib olgandan keyin ayrim bir qaçımızga kakafindan 20 gram, tuzdan 2 gram, yani neşanfindan 5 gram. Bunu ayrim bir qachaga jingib olamiz. Bularni jingib bo'lgandan keyin quruq bir dasqa odat kundan 400 gram, qo'naq kraxmaldan 400 gram jingib olamiz. Bu ikkisini mishda aralashtirib olsak bo'ldi. Hamdan keyin ko'ptirish bosqichini boshlab ketsak bo'ldi. Bay jingib olgan seyriq may bilan tanfinni shinenji qozon silib, asta xudda mang'uzib, asta yaxshi holatda ko'ptirsak bo'ldi. Ko'pib sal yaxshi holatga kelib bo'lgandan keyin ikkinchi bosqichda tayyorlab olgan tuxum seyriqi bilan bütün tuxumni yana to'kib, tez xudda mang'uzib, nayt yaxshi holatda ko'ptirib olsak bo'ladi. Diqqat qilish tegishli shuki, bek yaxshi ko'pish kerak. Buni yaxshi ko'ptirib olgandan keyin üçüncü bosqichda tayyor qilib olgan kakafin, tuz, neşanfin. Shu turdagi materiallarimizni silib, yana asta xuddi mang'uzib, sal vaqtdan keyin tez xud qilib, buni yaxshi ko'ptirib tayyor qilib olsak bo'ldi. Yaxshi ko'pib bo'lgandan keyin ko'gininglardagidek musholat kelgan vaqtida meyimiz ko'pib, shinenjini to'xtatib, seyriq mayimizni evilib, xamir yo'g'irish bosqichiga o'tib ketsak bo'ldi. Xamirimizni to'kib olgandan keyin nayt yenik holatda kuchimizni chiqarmagan asosda yenik xamirimizni yo'g'irib olamiz. Yo'g'irish jarayonida diqqat qilishli ish bo'lsa, do'kondagi tuxumlarni cho'ng kichiklarga o'xshamaslik sababidan boshqa tuxum qilish mumkin. Bunga va yoki un qo'shib turib va yoki sut qo'shib turib, xamirlarning bo'sh qattiqligini tanishib olsanglar bo'ladi. Xamirimizni ko'ngillardagidek intayin yaxshi yumshoq xamir bo'lib chiqdi. Buni yeyib olgandan keyin qilib besib olamiz. Nefis qilliqli musholatga kelsa bo'ladi. Ya'ni qilibimizningki shakli bo'lsa olti qirliq yulduz qilib, pechenimizni oldin qizitib tayyor qilib olgan duxovkaga 200 da 200 qilib pishirib olsak bo'ladi. Pechenimiz pishib chiqqandan keyin qarshaklarni eritib olib, yerim asosida cho'mrab